Bir odam kredit olib sindi, boshqasi esa aynan kredit orqali boyib ketdi. Farq nimada o'zi? Eng qizig'i, ular ikkalasi ham bir xil bankdan, bir xil shart bilan pul olgan. Muammo kreditda emas, uni qanday ishlatishda. Oddiy odam kreditni ko'pincha iste'mol uchun oladi. Telefon, mashina, to'y. Bu narsalar daromad keltirmaydi, lekin oyma-oy to'lovni talab qiladi. Boyroq fikrlaydigan odam esa kreditni aktivga aylantiradi. Masalan, kichik biznes ochadi yoki savdo qiladi. Ya'ni olingan pul o'zini o'zi yopishni boshlaydi. Masalan, kimdir 10 million so'm kredit olib, telefon oldi. Daromad nol, faqat xarajat. Boshqa biri 10 millionga mahsulot olib, sotishni boshladi. Har oy 2-3 million foyda qilsa, kredit o'zini yopadi va ustiga daromad ham qoladi. Shuning uchun boylar qarzdan qo'rqmaydi, ular uni ishlatadi. Oddiy odam esa kreditni qulaylik deb o'ylaydi. Aslida u majburiyat. Xulosa oddiy. Kredit seni boy ham qiladi, sindiradi ham. Hammasi qaroringga bog'liq.